Bu suvni yaxshilab eslab qolinglar, lekin mavzu bu suv haqida emas. Ancha yillar oldin xuddi shunaqa narsani sizlarga ko'rsatgandim, ya'ni qish faslida uyingizga piyozni maydalarini yoki kattalarini xuddi shunday tarzda suqib qo'ysangiz, sizni qish davomida ko'k piyoz bilan, yashillik bilan, vitaminlar bilan ta'minlab turadi deb. Va buni men yana qaytardim. Ko'rib turganingizdek, katta 10 litrli baklashkani o'rtasidan bo'lib, torf solib piyozlarni suqqanman. Buni yarmiga esa chesnok suqib qo'ydim. Chesnok ham uzog'i bir haftada hosilni berishni boshlaydi. Lekin piyozdan biz allaqachon iste'molni boshlaganmiz, mana ko'rib turibsizlar. Hech qancha vaqtingiz ketmaydi, 1 soat u yoq bu yog'ida hamma ishni yakunlab tashlaysizlar. Qanaqadir yog'ochli yashiklardan ko'ra, xuddi mana shunday bakalashkadan foydalansangiz va derazadan nur tushib turadigan joyga qo'ysangiz tez o'sadi. 2 kunda bir yoki 3 kunda bir shunaqa bakalashkada bunga suv quyib turasizlar. Yaxshi o'sishi uchun. Tagi quruq qolmasligi uchun.